Assalomu alaykum. Men bu videoda o'zi tug'ruqgacha qiz deb o'g'il tug'ilgan mijozlarimni va o'g'il deb qizaloq tug'ilgan mijozlarimni ko'rsatib o'tmoqchiman. Ko'pchilik menga yozishadi, "O'zi qiz dedi, opa, men abort qilmoqchiman" deb yozadi yoki "O'g'il dedi, opa, men qiz kutayotgandim, juda ham tushkunlikka tushib qoldim. 100% ishonsam bo'ladimi?" deb yozishadi. Va ba'zilar "Nima qilasiz bunaqa natijalarni chiqarib? Odamlar umid qilib qoladi" deyshadi. Aytingchi, umidsizlik bu bandaga xosmi? Biz Allohdan har doim umid qilib yashaymiz. Har doim umid qilamiz. Umidimizni hech qachon uzmaymiz hamma vaziyatda. Chunki Alloh har qanday mo'jizaga qodir. Men aytmoqchi bo'lganim, o'zida ham xatolar uchrashi mumkin. Men 10 mingdan ortiq ayollarga jins aniqlash va jins reja qilish bo'yicha yordam berib kelganman. Avvalo Alloh va o'zida noto'g'ri chiqqan holatlar juda ham ko'p uchragan. Juda ko'p. Bunga sabablar nima bo'ladi? Ko'pchilik mutaxassisni ayblaydi. Ya'ni ultratovush tekshiruvini o'tkazayotgan o'zingiz mutaxassisni. Yo'q, bunaqa emas. Bu har doim ham mutaxassis aybi emas. Juda ko'p mutaxassislar aytishadi, hali aniq ko'rinmay turibdi, o'xshavyapti, chut-chut desa ham odamlar bo'ldi. Qiz ekan, o'g'il ekan degan bir qarorga kelib olishadi. Bunaqa emas. Bu homilaning joylashuvi, homilaning jinsiy a'zolari qanday holatda rivojlanayotganligi, ba'zan o'g'il homilachalarda jinsiy organchalar to'liq rivojlanmay, hali tushmay, o'solmay qolgan holatlari bo'ladi yokida tonus bor paytlarda, homila chappa yotib olgan paytlarda homilani qaranglar, yotishi, bachadonni holati, bachadonda qanaqa holatda joylashganligi, homilani o'sishini bir-biridan farqiga qarab turib ham jinsni aniqlaydigan mutaxassislar bor o'zida. Chunki buni haqiqatdan berilgan maxsus teoriyalari mavjud. Men bularni ham o'zim sohamda qo'shimcha sifatida o'rganib chiqqanman va o'rganib kelmoqdaman. Bu video orqali nima demoqchiman? Mana bu o'siflarni diqqat bilan ko'rib chiqing, opa-singillarim. Avvalo Allohdan. Men hech qaysi bir mutaxassisni noto'g'ri chiqaradi yoki da yaxshi ko'ra olmaydi demoqchi emasman. Allohdan umidingizni hech qachon uzmang. Va qo'shimcha usullar yordamida siz ham aniqlatishni istasangiz, albatta mutaxassisga kommentariyada berilgan linklar orqali murojaat qilishingiz mumkin. Chunki bizga ham juda ham qiziq bizdagi usullar necha foiz to'g'ri chiqayotganligi, mos kelayotganligi, uzoq yillar davomida, asrlar davomida foydalanib kelayotgan usullarni biz hozirgi paytda 10 mingdan ortiq ayollarda sinab qo'llab kelmoqdamiz. Va albatta siz ham bemalol o'zingiz murojaat qilishingiz mumkin. Men shaxsan o'zim har bitta mijozimga o'zim javob yozaman. Va shuningdek, Telegram kanalimda beriladigan efir vaqtlariga tayyor turing, chunki efirlarda men homila jinsini aniqlash va qo'shimcha ayollarning mental va fiziologik salomatligiga oid bo'lgan foydali ma'lumotlarni berib boraman. Unutmang, avvalo farzandingizni sog'lom, go'zal holatda qo'lingizga olib olishingiz, bag'ringizga bosib olishingiz eng muhimidir. Avvalo xayrlisidan bersin va umidingizni hech qachon uzmang. Rahmat.